Canım, tinchlikmi? Tezda yetib ketibsiz. Mashinangizda uchib keldim, 300 ga qo'yib. Tinchlik. Prosta aqlim endi o'ziga kelyapti-da. Nima? Aql? Prichom tut bu aql? Jonniboyvachcha. Nimalar qilib yuribsiz? Shunami? Kichik korxonamga bordim, mushularimni boqdim, ish qidirdim yana, lekin hamma meni nari beri qilyapti ishxonadan. Oliy ma'lumoting yo'q, o'qimagansan deb. Bilinadi o'zi seni omiliging. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Tinchlikmi? Sog'inib qoldingmi? Sen jinnini o'chir. Sen hammadan aqllisan, pismiq. Men senga nima qildim? Men bilan to'g'ri gaplash. Mana, ko'r. Shu tovuq miyang bilan hammasini o'chirdim deb o'yladingmi? Shuncha kundan beri hamma narsani kamera yozgan. Iflos. O'zingni bos. Nima deyotganingni tushunmayapman. O'chir ovozingni. Hamma narsani bilib turibsan-ku. Nima? Nimani bilib turibman? Sen hamma kamerani o'chirib, shallamala bilan gaplashganingni hammasini ko'rdim. Esingdami? Seni urib, dabdala qilganda uyimga olib kelib boqqanim. Shuni ham hammasi yolg'on ekan. Yolg'on emas. O'chir ovozingni. Pamadani olib hamma joyingga grim qilibsan-ku. Mashaynik. Men hammasini tushuntirib beraman. O'chir ovozingni, yana bir og'iz gapirsang, kuttingni yirtib olaman. Men aldandim. 44 ga kirib, oq bilan qorani farqiga bormaymanmi? Dina, bir marta eshit. Agar ayblaring mana shu bo'lganda ham kechirib yuborardim. Sen iflos, isqirt, ko't. Men seni asalkangni ham bilaman. Asalka? U o'zi osilib olgan menga, bo'ynimga osilib olgan. Musurkadan beri tinch qo'ymaydi. Oxirgi marta atnasheniyani uzish uchun ko'rishdim. Sen meni noto'g'ri tushunibsan. Mayli, men tushundim seni. Sen men ketishimni xohlaysan. Ketaman.